Ishga qo'y. Hoy-yoy. Ishga qo'y. Hoy-yoy. Dada, pul bering. Hoy-yoy. Senga erlikka nomzodlarni ona qizim. Hammasini bittada chaqirganman. Sen ham meni tashlab ketib qolasanmi? Yig'lamen, dada. Xolasangiz tashlab ketmayman. Qayerga ketmaysan, ketaver, tushundingmi? Aktyorskiy qilib qo'yapman. Kelinglar. Assalomu alaykum. Salom alaykum. Ha, qizimga nomzodlar, qayda o'qiysiz? Endi o'qimoqchiman. Qayda ishlaysiz? Endi ishlamoqchiman. Onangni bir. Qayda yashaysiz, xatyapti? Qizingizga uylansam shu yerda yashayman. Qizim senga happy life-mi? Sen o'zingni topfa birinchi, tushundingmi? O'g'lim jiddiysan, nima ish qilasan o'zing? Qassobmi? Odamlarga go'sht sotmasdan hammasini o'zing yeganmisan deyman. Tushunmadim. Kuyovim bo'lsang, sal hazilda ham ko'tar-da. Serios men ham odamga o'xshamadi. Latta. Ana Nur, ana Fayzi baraka. Uyga kirib kelgandan savol javob qilmasdan qizimni senga berib olmoqchiman, peshanangdan. Nima ish qilasan? Men e'ligan generatorda ishlayman. Generator nima u? Generator tok o'chgan paytda sizni tok bilan ta'minlaydigan stanok. Uni 3 kilovatdan 1000-2000 kilovatgacha turlari bor. Bu restoran bo'ladimi, mehmonxona bo'ladimi, hamma yoq tok bilan ta'minlab beradi. Tushundingizmi? 2 yil servisga, 1 yil zavod defektiga garantiyasi bor. O'zbekiston bo'ylab dastavka, ustanovka bepul o'zim olib kelib o'rnatib beraman. Qayda bor ular? U Andijonda bitta filialimiz bor, Toshkentda ikkita filialimiz bor. Yana to'kda uyingda muammo bo'lmasa ekanda, nevaralardan problema bo'lsa qarada. O'zim xohlasam o'chirib qo'ya olaman. To'ylar muborak, dollar kiyom meni. Faqat adajon, ikkalamiz to'ydan keyin yomon-yomon yurmaymiz-da ko'chada. Nimaga? Ikkita xunuk ko'rinadi. Paxta tersang toza ter, chanog'ida qolmasin. Qizni bersang kalga ber, uyda umuman to'ydan problema bo'lmasin. Menga qizini bermadi, men sevaydim uni. O'lib qolaydim unga. Nima o'lyapti? Tire onang demgina. Mambo, don't wanna tarantala, hey mambo.